Barchaga salom. Sizlar bilan Bahramjon va yana bir hikoya sizlarga tayyor. Aytmoqchi, aslida bu hikoyani men ssenariysini 10 kun oldin yozgandim. Lekin bilmadim, buni ssenariy yaxshi chiqmagan deb o'yladim. Ammo hozir uni sizlarga taqdim etmoqchiman. Fikringizni bilmoqchiman. Bu hikoya yaxshi chiqqanmi yoki yo'q? Javoblaringizni izohlarda yozib qoling. Mayli, men hikoyani boshladim. Bir bola bor edi. Bolaligida undan tez-tez so'rashardi. Katta bo'lsang kim bo'lasan? U hech o'ylamasdi. Chunki javob tayyor edi. Uchuvchi, futbolchi yoki millioner. Farqi yo'q. Bu javoblar yengil edi. Ularni aytganda ko'zlari yonardi. Sababi bolalikda orzu qilish bepul. Hech kim sendan reja so'ramaydi. Hech kim qanday deb bosim qilmaydi. Katta bo'lish esa juda uzoqdek tuyuladi. Yillar o'tdi. Savol o'zgarmasdan qoldi. Faqat ohangi o'zgardi. Endi jiddiyroq o'yla. Qaysi sohani tanlaysan? deya gaplar aytishni boshlashdi. Qaysi yo'l bilan pul topasan? Qanday kelajak qurmoqchisan? Bu safar savollar og'irroq edi. Javob esa noaniq. Bola o'zini kuzata boshladi. Endi u osmonni ko'rib uchuvchi bo'lishni xohlamas, stadionni ko'rib futbolchi bo'lishni istamasdi. Uning ichida nimadir tinchroq, realroq bo'lib qolgan edi. Bir kuni u uyidagi eski qutilardan birini ochdi. Ichida bolalik daftarini topdi. Rangli qalam bilan chizilgan rasmlar, yoniga yozilgan katta-katta harflarda "Men katta bo'lsam" degan yozuv bor edi. U o'sha sahifaga uzoq tikildi. Shunda u bir narsani tushundi. U orzusidan voz kechmagan. U shunchaki o'sgan. Bolalikdagi orzular katta edi. Chunki dunyoqarash kichik bo'lgan. Endi esa dunyo kattalashgan. Orzular ham yanada chuqurlashgan. Endi u mashhur bo'lishni emas, foydali bo'lishni xohlardi. Endi u boy bo'lishni emas, mustaqil bo'lishni xohlardi. Hozirda u hammaga ko'rinishni emas, o'zini yo'qotmaslikni xohlardi. Bir paytlar u kim bo'laman derdi. Endi esa u qanday inson bo'laman deb o'ylashni boshladi. Va shu savol muhimroq edi. Orzular o'zgargan, lekin harakat qilish istagi yo'qolmagan. U tushundi. Orzu o'zgarsa bu mag'lubiyat emas. Bu yo'nalishning aniqlashuvi. Ammo shu narsani aytib o'tmoqchiman. Yoshlikda qanday niyat bo'lsa ham, o'sganda katta bo'lsa, uni rivojlantirish uchun, uni amalga oshirish uchun harakat qilishga to'g'ri keladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu hikoya sizga manzur bo'ldimi? Agar shunday bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Agar yo'q bo'lsa, kanalimdagi boshqa hikoyalarni ko'ring. Balki ular yoqar. Keyingi videolarda ko'rishguncha